Alpmotor, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana akalar, sizlar so'ragan modelimiz mana shu bo'ladi. Kabinali 2 tonnali 250 kubli benzin motorda mana o'sha sizlar so'ragan rulli modelimiz akalar mana. Ruli ham как gidrolika ishlaydi. 5 ta stupechniy skorost, orqa bagaj elektronnik ko'tarish, ventilyatsiya bor, pechka bor, monitor bor akalar. Richak, skorost richak. Ручной тормоз, подсос, пониженный скоростлari, seplem, tormoz, gaz pedallarimiz bor. Mana bu yerda jitkis bachoy o'rnatilgan, eshiklari ochilib yopishlar chotki. Elektronniy insha ko'tarish, mana ko'tarilgan holati inshasi. Inshasi akalar 4 tonnagacha qiynalmasdan ko'tarib beradi sizlarga. 250 kubali motor, benzin bachok, antifriz bachok aka, zapaska ballonlari bor. Mana shu ko'rinishda buni ko'tarib qo'yganmiz. Mana ko'tarilganda akalar orqa bagaji o'zi ochiladi. 2 ga 1.40 modelimiz bo'ladi. Risor plus qo'shimcha prujinasi bor, zapaska balloni bor. Ключlar solib yurgani bagajning qismi 250 kubali Alp Motors original yaponskiy motorlarda chiqqan. Aka mana o'sha so'ragan model. Bemalol Alp Motorsga ofitsialniy zavodning o'zini showroom bo'ladi bu akalar. Qolgan modellarimiz ham bor. 2 tonnali samasval, 3 tonnali samasval, bododan motorli benzinli dvigatelliga, 2 tonnali oddiy ko'tarmaydigani, 1 tonnaligimiz ham bor. Akalar, skuterlarimiz ham bor mana. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Skuterlarda ham har xil turidan bor. Benzinli bayklar ham bor akalar. Mana. Plus mana bu yerda polokabina, zavodskoy polokabinali 2 tonnali modelimiz ham bor akalar. 1 tonnali modelimiz, 2 tonnali chorva modellimiz biz. Qo'ymol toshigani ham bo'ladi, yem hashay toshigani ham bo'ladi. Mana bu yerda kvadrosiklimiz bor. Mana bu yerda hozir bo'shab qoldi, buni hozir olib kirishadi. 3,5 tonnali kasholot modelimiz ham bor akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Assortimentlarimiz juda ko'p. Ana aka, to'g'ridan to'g'ri bu zavoddan bo'ladi. Zavoddan mahsulotlarimiz mana. Mana shular hozir foraga ortilish uchun mana tayyor chiqyapti akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. To'g'ridan to'g'ri telefon raqamlarimizni qoldiramiz.